6 yoshli oshpazning birinchi fiber retsepti. Oshpaz bozorlik qilish uchun Erenmark do'konini tanladi. Bitta baliq olaman. Baliq zo'ragan. Kartofkalarini yuvib, 1 soat qaynatib olamiz. Qaynayotganda tuz solamiz. Kartofkalar pishib chiqib, po'chog'ini artib olamiz. Qirg'ichdan chiqarib olib, kartofkani dumaloq qilib olamiz. Dumaloq kartofkalarni birinchi bo'lib unga, tuxumga va suqariga solamiz. Qurib turgan yog'da kartofkalarni qovuramiz. Endi baliqga tuz, murch sepib, sarada qovuramiz. Baliqqa ustiga suv quyib chopamiz. Baliqqa ustiga shmaloqqa qo'yib, sendvich qilib olamiz. Orqada 3 minut pishiramiz. Baliqlarimiz pishdi. Tarelkani chiroyli qo'yamiz. O'rtasiga baliq qo'yamiz. Chetlariga apelsinli sous solamiz. Endi mazza qilib